Toshkentda bepul mushuklar tarqatiladi. Gap shundaki, poytaxtda 29-31 may kunlari Hightown City Mallda katta mushuklar ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Tadbir davomida mehmonlar turli zotdagi mushuklarni ko'rishi, ular bilan suratga tushishi va boshpanalardagi mushuklar bilan yaqindan tanishishi mumkin bo'ladi. Tashkilotchilar Uyga yo'l nomli maxsus zona ochishni ma'lum qildi. Bu yerda boshpanada yashayotgan mushuklardan birini oilaga olib ketish imkoniyati ham bo'ladi. Ko'rgazmada Laikis vet klinikasi, Milliy koshki, Klimushka hamda mashhur Kids and Friends antikafesi ham ishtirok etadi. Tadbir Hayot nodavlat notijorat tashkiloti va Mushuk kent loyihasi tomonidan Ekologiya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar hokimligi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Milliy gvardiya ko'magida tashkil qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan mushuklar ko'rgazmasida 48 ta mushuk yangi uy va yangi egalarini topgan. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga, ayniqsa mushuk sevuvchi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha bunday ko'rgazmalar ko'proq o'tkazilishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.